Bir xonali kvartira, 19 kvadrat metr. Bitta xonani o'zi yevro remont qilingan, odamga parket qilingan, konditsioner zimoleta bor, ishlaydi. Uy aboylangan, yangi eshik qo'yilgan. Uyimiz 5 общежитие dom bo'ladi, kadastrlari joyida, noloviy propiska, xohlagan kuningizga nomiga o'tkazib, notarius o'zida kaliti berib yuboramiz. Ham sotiladi, ham arendaga qo'yiladi. Sotiladigan narxi 22.500 kami bor, arendaga 2.200. Bivshiy общежитие degani mana uzun koridor bo'ladi. Koridor bo'ylab ham o'z xonadoniga kirib ketadi. Sizlar bilan Makler Akmal, profilimda boshqa uylar bor. Obuna qo'yishinglardan chiqmasin. Assalomu alaykum. Lokatsiya bilan rasmini Telegram kanalidan olasizlar.